Bunaqasi hali bo'lmagan Tracker 2 mashinasi 455 ming so'mga 700 kilometr yuradi. Qo'yimizda 455 ming so'mga bitta ko'tar. Mana shu narsa bilan, ya'ni propan ballonni zapaskani o'rniga 80 litrliga keldi. Xudo xolasa, joylashuv ideal. O'zini kovriga birga bir ko'rasizlar, qolib bo'lib chiqadi, hech narsa ortiqcha ko'tarilib qolmaydi. Teglari полный shum izolyatsiya bo'lgan va 80 litrli ballon. Oldi eng full 4-makinali komplekt ustunovka qilinadi. Kislorod OBDga ulanadi. Chek degan narsalar umuman yonmaydi va 100 dan keyin mashina siltiramaydi. Xolasangiz 200 yuring, xolasangiz 180 yuring. Yevropa gazdan Evans 32 ga 4 ustunovka qilinadi. Farsunkani originali italyanskisi qo'yiladi. Ehtiyot bo'linglar. Poddelkalar ham chiqib ketgan va toza italyanskiy reduktorimiz, hech chiqarmaydigan shlankalarimiz va polni termotrubkalar bilan montaj qilingan. Yana bitta muhim narsa, oldidan quyosh o'tkazmasligi uchun ruxsatnoma olishi shart emas, chunki 98% ultrafiolet va quyosh nurini qaytaradigan so'zlashdan bilan qilib berilyapti. Salon laminatsiyalari bilan 2 million so'mga. Ko'rasizmi, oldi labovoy standartdan o'tadigan yon oyna, orqa sfera polniy 100 talik tonirovka va salon qismi laminatsiya. Shu hamma xizmatlarimizni xudo xolasa bitta joyda bitib ketyapti va salon bergan garantiyasi ham o'zini joyida saqlanib qoladi, akalar. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Tracker olib, 95 benzin quyib, qiynalib yurgan o'rtog'ingiz bo'lsa, mana shu videoni srochni jo'natib qo'ying, chunki 455 ming so'mga 700 kilometr bu juda ham ideal rezultat bo'ladi va tonirovka narxlari ham boshqa joyda unaqasi yo'q.